Ushbu loyiha Toshkent viloyati mikrokredit banki Lesboho hamda Toshkent viloyati Toshkent tumani Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 1844 sonli konturga asosan yer maydonimizga kartoshka mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilindi. Hozirda kartoshka mahsulotimiz rivojlanib, qazib olishga yaqin jarayonda. Ushbu loyihaga 40 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 25 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Sardor yashil dalalari mas'uliyati cheklangan jamiyat va Istiqbol kooperativi biriktirilgan. Bu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, umumiy miqdorda esa 18 tonnadan ortiq hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.